Bugun 3-yoki 4-kuni mana shu tashqarida turgan skuter turibdi o'sha kundan beri. Xo'p, men bu yoqdan Spark kelyotgandi, skuterim kelyotgandi. Spark buni ko'rmay qolib burilib bordi. Skuter urildi, uni ichidagi bola bechora voy-voylab qoldi. Uni shartta mashinaga o'tkazib, shofyor shunda 16 ga olib ketishdan bu yo'lda qolib ketdi. Pastda ishlayotgan usta bola chiqib, mana shu skuterni olib qo'yishdi chetga, baraka topishsin. Lekin bugun menimcha 4-kuni taxminan hech kim tegani yo'q. Men o'g'irlab ketishadi, chetga olib qo'yinglar deb aytmoqchi ham bo'ldim, uyaldim to'g'risi. Lekin shu 3 kun, 4 kundan beri o'ylayapman, egasiga nima bo'ldi ekan? Hech kim kelib olib ketmadi. Hech kim hech narsa so'ramadi ham. Ishqilib sog'lom bo'lsin, hech qanday hech narsa qilmagan bo'lsin. O'zim boshimdan ham o'tgani uchun ham, shuni guvohi bo'lgani uchun ham odam o'ylab qolar ekanda shuni. Mana mashinadan shunday shu holat bo'ldi. 3 kundan beri shu insonni duo qilib o'tiribman, shu yerda iloyim tuzalib ketsinlar deb. Oilalari bag'riga eson-omon qaytib olsinlar. Mana omonatlari lekin turibdi, hech kim tegayotgani yo'q.